Mana olma, 5 yillik olma, tagi olma, usti nok. Mana hozir bu yerga bitta olmaga 3 ta shoxiga, mana 3 ta shoxiga Dushe sinovli nok. Mana bu Dushanbe nashvatisi degan nok. Bu esa Crimson degan olma urilgan. Shu yil mana Crimsondan ham hosil olindi, olmadan ham. Dushes kelasi yil mana hosil kurtaklari bor. Dushanbe nashvatisi esa mana ko'rib turganlaringizday hosil. Mana shu real hosil ana shu. Juda ham ajoyib bo'lib turibdi. Demak, nokni nokka ursa bo'ladi birinchi navbatda. Nokni olmaga ursa ham bo'ladi. 300 yilgacha yashaydi deyilgan kitoblarda, ilmiy adabiyotlarda. 200 yillik nok hosil beryapti. Sinib ketmaydi. Buning sababi, sinmasligining sababi xavotirga o'rin yo'q. Bu yerda kallus degan narsa paydo bo'ladi. Hech qanday muammo yo'q bu yerda. Mana bu yerda ham kuzatsangiz, ko'rsatsangiz, bu yerda ham mana mahkam bitib ketgan. 3 yilda 6 kilogramm hosil berdi. Mana shu ko'rib turgan noklaringiz shu nokdan uzilgan.